Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, kuzatuvchilar. Birinchi bosqich imtihon darajasidagi test tahlil davom chiqamiz. Birinchi savol eng sodda savol bo'lganligi uchun og'zaki yechim berib o'tib ketamiz. 2 milliondan 1800 ga kam sonni toping. 2 milliondan 1800 ayirib tashlashgan bo'lsak, biz yerda B javob kelib chiqadi. Keyingi savol o'tamiz. Keyingi savolimizda ko'pchilik adashishi mumkin bo'lgan joyi bor. Anvar 9 da uxlashga yotdi, 5 da uyg'ongan bo'lsa, necha sekund uxlagan? Ko'pchiligimiz o'quvchilar 9:00 da uxlashga yotdi desa 9 dan 5 ni ayirib ketadi. Bu xato javob bo'ladi. Chunki qanchadir vaqt o'tgandan keyin 5:00 da uyg'ongan bo'ladi. Shuning uchun oxirdagi vaqtdan boshindagi vaqt ayirish kerak bo'ladi. Bola ayirishning oson usuli 24 ni qo'shamiz 5 ga. 24 qo'shganimizda bu 29 chiqadi. 29 dan 21 ni ayirib tashlaymiz, ya'ni 8 soat. 8 soatni sekund o'tirganimizda 1 sekundda 3600 sekund borligidan 8600 ga ko'paytiramiz. O'z-o'zidan D javob kelib chiqadi. Keyingi savolimiz 3-savol rim raqamlari. Bu rim raqamlarida S 100 ga teng bo'ladi. 100 L'miz esa 50 ga teng bo'ladi. Shundan o'z-o'zidan bu sonimiz kelib chiqadi. 150 ga 24 qo'shamiz, ya'ni 124 qo'shsak 174 keladi. 174 dan bu rim raqamimiz qiymatini ayirib tashlagan bo'lsak, bu rim raqami qiymati 97 bo'ladi. 97 ni ayirganimizda va natijada 77 chiqadi. Bu 77 quyidagi variantda ko'rsatilgan bu yerda 77. Ya'ni B variantda ko'rsatilgan. L 50, 2 dona x 10, 70, 74. Keyingi savol o'tamiz. 4-savol. Salim 48 yoshda va olim esa undan 12 yosh kichik, Nodir olimdan 2 marta katta. Muslimadan esa 10 yoshga yoshroq. Muslima va Nodirning yosh yig'indisini toping. Demak, Salim 48 yosh ekan, 48 yosh. 48 yosh. Olim esa undan 12 yosh kichik deb turibdi. Shunda olim teng bo'ladi. 48 dan 12 ni ayirib tashlaymiz. 48 dan 12 ni ayirganimizda olim 36 yosh bo'ladi. Nodir olimdan 2 marta katta. Nodir olimdan 2 marta katta, ya'ni olim 36 ni 2 ga ko'paytiramiz. Shunda gap chiqadi 72 yosh bo'ladi Nodir. 72 bo'ladi. Muslimadan esa 10 yoshga yoshroq. Ya'ni Nodir olimdan 2 marta katta bo'lgani bilan Muslimadan 10 yoshga yoshroq bo'lgani uchun Muslima 82 yosh bo'ladi. Muslima 82, ya'ni 72 ga 10 qo'shiladi. Muslima va Nodirning yoshlar yig'indisini toping. Muslima va Nodirning yoshlar yig'indisi demak 82 ga qo'shamiz 72 ni javob kelib chiqadi. Bizlarda S javob kelib chiqadi. Keyingi savol o'tamiz. Keyingi savol oddiy kasrni hisoblash. Bu kasrni hisoblash uchun uni noto'g'ri aylab o'tirib olsak, noto'g'ri kasra o'tirsak 5 7 ga ko'paytirib 3 qo'shamiz, ya'ni 7 dan 35 ga 3 qo'shsak 38 ayirib tashlaymiz. 7 dan 4 ayirib tashlaymiz. Teng bo'ladi 7 dan 31. Ya'ni bu javobimiz bizlarda ya'ni buni aralash kasr deb berib qo'yibdi. Aralash kasr o'tirsak 4 bu 34 bo'lishi kerak edi. 38 dan 4 ayirganda 34, 7 dan 34 ni biza bir aralash kasrda berilgan javoblarda bu javobimiz 34 7 ga bo'lganda 4 ta yetadi. 4,7 dan 6 degan javob S variantida ko'rsatilgan. Keyingi savol o'tamiz. Keyingi savolda 6-savol. Bu yerda ko'pchilik o'quvchilar chalg'itadigan joyi 8 plus anonni qo'yamiz. Anonni qo'yganimizda 8/3 buni undan qo'yamiz. 8/3 ko'paytiruv 6
Ko'pchilik bola 8 ni 3 ga bo'lishni bo'linmaydi, ishlab bo'lmaydi degan fikrda bo'ladi. Aslida bunday emas. 8 ga qo'shamiz. Bunda bu amalni birinchi bajarib, ko'paytirish birinchi bajarib, keyin 3 ga bo'lib qo'ysa ham bo'ladi. 8 ni 6 ga ko'paytirsa 48, 48 ni 3 ga bo'lsa 16 kelib chiqadi. Ikkisini qo'shganimizda javob D variantida turibdi. D variantda. Keyingi savolimizga o'tamiz. 7-savol. 5 litr sariq va 4 litr ko'k rangni aralashtirib bo'yoq hosil qilindi. Xuddi shunday aralashmadagi bo'yoq tarkibida 24 litr ko'k rangdagi bo'lsa, bu yangi aralashmaning umumiy hajmi necha litr? E'tibor bersangizlar, menda 24 litr ko'k rangli deb turibdi. Bu yerda 4 litr aytib turibdi. Bu yerda 24 ni 4 ga bo'lamiz. 24 4 ga bo'lganimizda 6 chiqadi. Shu mos proporsiyada bo'lganligi uchun bu yerda 5 ni 6 ga ko'paytiramiz, ya'ni sariq rangli kraskaning miqdori kelib chiqadi. 30 bo'ladi. Bu sariq. Bu sariq bo'ladi. Shuning uchun 30 ga qo'shamiz 24 ni, javob kelib chiqadi. Jami aralashmaning og'irligi 54 litr bo'ladi. C javobda ko'rsatilgan. Keyingi savolimiz 8-savol. Quyidagi son nurining bir qismi berilgan rasmdagi ma'lumotdan emning qiymatini toping. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerda mana bu nuqtadan +40 ko'rsatilgan va bu qiymati ko'rsatib turibdi. Bu yerda bu nuqtadagi sondan 15 qo'shganimizda 29 ko'rsatib turibdi. Ya'ni bu degani 29 dan 15 ni ayirganimizda bu yerda 14 degan son kelib chiqadi. Ya'ni 14 ga 40 qo'shganimizda bu yerdagi son kelib chiqadi. Ya'ni 54 kelib chiqadi. Bu emni topish uchun esa emma 24 qo'shganda 54 kelib chiqib turibdi. Shuning uchun emni hisoblasak 54 dan 24 ayiramiz. Javob D variantidagi 30 kelib chiqadi. Keyingi savol 9-savol. 6 ta bir xil quti va 4 ta bir xil yashikning umumiy og'irligi demak 500 gram ekan. Demak yozamiz. Bir qutining og'irligini x deb olsak, x kilo deb olsak, bir yashikning og'irligini y deb olsak, shunda 6 ta bir xil quti desa 6x bo'ladi. 6x plus 4y teng bo'ladi 500. Davomi. Ikkita bir xil yashikning og'irligi desa, 100 kg bo'lsa, bir yashik topish uchun 102 ga bo'lamiz. Demak, bir yashik og'irligi, ya'ni bu chiqadi 50 chiqadi. Bu yerga qo'yadigan bo'lsak, 50 ni bu yerga kelib qo'ysak, chiqadi 6x teng bo'ladi. 450 ni ko'paytiramiz. 200, 500 dan 200 ayirsak 300 kelib chiqadi. 306 ga bo'ladigan bo'lsa, bu yerda x kelib chiqadi. X 50. C javobda bu ko'rsatilgan. Keyingi savolimiz tenglamaning yechimi qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan? Bu +6 bu tomonga o'tadi. +6 o'tganda mana -6 deb ko'rsatilgan, 10 -6. Lekin bu yerda bo'luv turibdi, bu yerda ko'paytiruv bo'lishi kerak edi. B variant bo'lmaydi. Bu yerda A variant ham, B variant ham chiqib ketadi. Keyingi variantda yana 10 bu minus bo'lib o'tadi, yana 10 -6. Ko'paytiruv 4. Keyin ko'paytiruv 5, ya'ni bo'luv ko'paytiruv bo'lib o'tadi. -24 bo'luv C. Bu yerda C variantda bizda mos ko'rsatilgan yechim. Keyingi savolimiz 11da taqqoslash, kasallarni taqqoslash. Birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, buni suratlarini denglasak, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8 dan 5 8 dan 6 bo'lib qoladi. 8 dan 6. Ya'ni bu mahraj teng bo'lsa, bu demak xato bo'ladi. Xato va javob bo'ladi. Keyingisida bu
2 aniq to'g'ri, chunki 2 butun har doim katta bo'ladi 7 da 3 dan. Bu variantni tekshirib ko'radigan bo'lsa, 5 ga 5 ga ko'paytiramiz surat mahrajini. 5 ga 5 ga ko'paytirganimizda 25 dan 4, 25 dan 5 bo'lib qoladi. Bu ham xato ko'rsatilgan. Bu ham xato bo'ladi va to'g'ri javob faqat 2 S javob bo'ladi. Keyingisi 12-si 35 km/soat tezlikka ega bo'lgan mashina 168 kilometr yo'lni qancha vaqtda bosib o'tadi? Buni ishlash uchun odatda biz masofani tezlikka bo'lamiz. 168 ni bo'lamiz 35 ga. Buni kasr ko'rinishda yozsak shunday bo'ladi. Buni qisqartirsak, buni qisqartiramiz. 7 ga 7 ga bo'lib tashlasak, buni 7 ga bo'lsak 24 bo'ladi. 24 taqsim 5, ya'ni bu soatda chiqdi. Soatda chiqdi. Buni aralash kasr aylantiradigan bo'lsak, 24 5 ga bo'lganimizda 4,5 dan 4 soat gap chiqadi. Ya'ni bu degani 4 soat u 5 dan 4 desam 1 soatda 60 minut bo'lganligi uchun 60 ni 5 ga bo'lib 4 ga ko'paytiramiz. 4 soat 48 minut degan javob kelib chiqadi. Bu javobimiz D'da ko'rsatilgan. Keyingisini o'tamiz. 13-savol. Quyidagi shaffof oynadan yasalgan parallelepipedning eniga 3 ta, bo'yiga 3 ta, balandligiga 6 ta kubcha joylashtirildi. Har bir kubchaning qirrasi parallelepiped hajmini toping. Demak, qirrasi 2 bo'lsa, kichkina kubchaning qirrasi 2 bo'lsa, 2 bo'lsa 6 bo'ladi. Bu tam balandligi 1 2 3 4 5 6 12 ko'paytirib 6 ko'paytirib 6, ya'ni bu gap chiqadi. A javobda ko'rsatilgan 432 gap chiqadi hajmi. Keyingisini o'tamiz. 14-savol. 14-savol. Do'konda 2,5 ta 2 kilogramm un narxi 6000 so'm bo'lsa, 1,2 dan 1 kilogramm un narxi necha so'mga teng bo'ladi? 2 kiloyu 2 kilo 2 kilogramm 5 dan 2 kilo degani 1 kiloda 1000 gramm bo'lganligi uchun 1000 ga 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytirganimizda 2 kiloyu 400 gramm bo'ladi. 400 gramm teng bo'ladi 2400 gramm teng ekan 6000 so'm. 6000 so'm bo'lsa, buni har tomonini bo'lib tashlasak bo'ladi. 1200 ga bo'lsak bo'ladi. 1200 ga. Bu tarafini 1200 ga bo'lib tashlasak, 2 gramm unimiz 2 gramm unimiz teng bo'ladi 5 so'mga teng bo'ladi. 5 so'm. Endi buni gramm aylantiradigan bo'lsak, 1 kiloyu 500 gramm, ya'ni 1500 bo'ladi. 1500 ni 2 ga bo'lib 5 ga ko'paytiramiz. 1500 ni 2 ga bo'lib 5 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak bizlarda javob 1500 ni 2 ga bo'lganimizda 750, 750 ni 5 ga ko'paytirganimizda 3750 degan javob chiqadi. Keyingi savolimiz 15-savol. M natural son bo'lsa, M sonini 6 ga bo'lganda 4 qoldiq qolsa, M plus 20 ning ifodaning 6 ga bo'lganda qoldigini top. Buni ishlash uchun M ni 6 ga bo'lganda x dan yetib 4 qoldiq qolsa, shu M ni topib olamiz. M ni topadigan bo'lsak, 6x
plus 4. Endi shu m qiymatini 20 ni qo'shib, keyin 6 ga bo'lib ko'ramiz. 6x plus 4 ga qo'shamiz 20 ni bo'lamiz 6 ga. Bu yerda ko'rsangizlar, shunday natija hosil bo'ladi. 6x plus 24 bölü 6. 6x ham 6 ga bo'linadi, 24 ham 6 ga bo'linadi. Bu yerda 0 qoldiq bo'ladi javob. Keyingisi 16. Son nurida berilgan ma'lumotdan foydalanib, S va D nuqtalarining koordinatalarining yig'indisini toping. Bu yerda ko'rinib turibdi. 6/4 bilan 6/4 bilan buni orasindagi bo'lak 2 ga teng. Ya'ni shuning uchun buni 6/8 dan ayirib tashlaymiz 6/4 ni. Keyin shuni natijasini bo'lamiz 2 ga. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.4 2 ga bo'lsak, har bir oraliq 0.2 ga tenglik chiqadi. Sini topadigan bo'lsak, biz hozir bu nuqtadan orqaga qaytadigan bo'lsak, 0.2 0.2 2 marta qaytamiz, ya'ni 2 marta qaytamiz. Sini topsak, shunda 6/4 dan 2 marta 0.2 ni, ya'ni 0.4 ni ayirib tashlaymiz. 0.4 ayirganimizda 6 bo'ladi. Keyin D ni topish uchun bu nuqtadan 6.8 nuqtadan buni o'tadigan bo'lsak, 0.2 ni ustiga qo'shiladi. D teng bo'ladi 6.8 ga qo'shiladi 0.2 teng bo'ladi 7. 6 7 ni qo'shganimizda javobimiz quyidagicha 13 degan javob chiqadi. 13 degan javob 13. Keyingi savolimiz 17. 7 burchakli piramidani yoqlari va qirralari yig'indisini toping deb savol qo'yilgan. Hozir biz 7 burchakli piramidada 7 burchakli piramidani chizish harakat etamiz hozir. Bir de bir nokta belgilab olamiz. Nokta belgilagandan keyin 7 burchak chizib olamiz. 7 burchak. 1 2 3 4 5 yosh 5. Böyle chizish imkoni bo'lmadi. Shuning uchun shu ozaki tushuntirib qo'yaveraman. Demak, 7 burchakli piramidani yoqlari desa, yoqlari uni 8 ta yoqi bo'ladi. 8 ta yoqi, 8 ta yoq. Qirralari esa 14 dona qirrasi bo'ladi. 14 dona qirra bo'ladi. Chunki piramida 7 burchakli bo'lsa, 7 ga 7 qo'shiladi, 14 bo'ladi. Ikkisini yig'indisi esa bizlarda S javobda ko'rsatilgan. Keyingisini o'tamiz. 18-savol. 18 quyidagi 5 nafar o'quvchining matematika va ingliz tilidan fanlardan imtihon natijalari haqida ma'lumot berilgan. Jadval asosida qaysilari to'g'ri deyilgan. Guli matematikadan to'g'ri javoblar soni 8 dona. Ingliz tilidan to'g'ri javoblar soni 11 dona. Valiniki to'g'ri javoblar soni 10 dona, buniki 9 dona. Shu ko'rinishda jadval ko'rsatilgan. Endi A varianti tekshirib ko'radigan bo'lsak, A ni tekshirib ko'radigan bo'lsak, Qosim o'quvchilar orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan. Demak, Qosim hozir bularni matematikadan tekshirib ko'radigan bo'lsak, matematikadan bu ikkita to'g'ri javob topdi. Demak, bu yerda ikkala fandan to'g'ri javob topdi deb turibdi. Qosim o'quvchilar orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan. Demak, 2 bu yerda 8, ikkisini yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda ikkala fandan jami 10 dona to'g'ri javob topgan bo'ladi. Bu yerda 10 dona. Hozir bu yerda ikkisini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda 10 jami bu 19 dona to'g'ri javob topdi. Bu ikkisini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda 19 dona to'g'ri javob topdi. Bu 5 bilan 8 ni qo'shadigan bo'lsak, 13 dona. 13 dona to'g'ri javob topdi. Bu ikkisini yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda 12 dona to'g'ri javob topdi. Demak, Qosim o'quvchi orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan degani bu yerda to'g'ri bo'ladi. Bu to'g'ri bo'ladi. Keyingisini o'tamiz. B. Guli va Vali ikkala fandan topgan to'g'ri javoblar soni teng. Demak, Gulida 19, Valida 19. Demak, bular teng bo'ladi.
Eng ko'p to'g'ri javob topgan o'quvchi Guli. Yo'q, bu Guli emas. Bu yerda bu javob xato bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bizada A va B degan variant to'g'ri bo'ladi. Ajoyib. Keyingisi 19-savol. 19-savolimizda A va B markazli aylanlar rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilgan MD bu yerda MD diametr bo'lib turibdi. Katta aylanani diametr bo'lib turibdi. AB esa mana bu masofa bo'lib turibdi. Ya'ni mana 9. Bizda A sini toptab turibdi. A si biz hozir 30 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 32 ga bo'ladigan bo'lsak, bu radius kelib chiqadi. Ya'ni mana A nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa kelib chiqadi. Ya'ni bu 32 ga bo'lganimizda 15, radius 15 ekan, kattalarning radius 15. 15 dan 9 ni ayirganimizda 15 dan 9 ni minus etamiz. 15 dan 9 ayirganimizda 6 kelib chiqadi. Bu BD, ya'ni kichkina aylanar diametri bo'ladi. 6 ni ham 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu kichkina aylanar radiusi bo'ladi. Kichkina aylanar, ya'ni mana shu BS bo'ladi. 9 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, A si kelib chiqadi. Demak, A si teng 9 plus 3 teng 12 kelib chiqadi. Bu S variantda. 20-savol o'tamiz. Dekat koordinatlar sistemasida 3 tabaqali kvadrat yonma-yon turibdi. Rasmda berilgan ma'lumotdan foydalanib, nuqtaning koordinatasini toping deyilgan. Bu yerda shuning bu nuqtani, demak, 3 tabaqali kvadrat bo'lganligi uchun hozir kvadratning o'lchamini topib olamiz. Kvadrat o'lchamini topadigan bo'lsak, 14 dan 6 ni ayiramiz. 14 dan 6 ni ayirsak, bu yerda 8 kelib chiqadi. Demak, bu 8 ekan. Demak, kvadrat bo'lganiga bu ham 8, bu taraf ham hammasi bu tomonlari 8 dan bo'ladi 3 ta kvadrat bo'lgani uchun. Demak, mana shu nuqta 3 tane 8 miqdorda surilgan bo'ladi. Ya'ni 8 ko'paytirib 3, ya'ni 24 miqdorda shu nuqtamiz 24 miqdorda surilib Q ga ham bo'ladi. Q ni topadigan bo'lsak, bu yerdan Q teng bo'ladi. Ya'ni bu 12 da X ni bildiradi, bu Y ni bildiradi. Demak, bunda X'imiz 24 ga surilgan bo'ladi. Ya'ni X 24 ga surilgan bo'lganligi uchun 12 24 qo'shiladi. Ya'ni 36-14 degan javobimiz D variantda ko'rsatilgan. Keyingi savol 21. 10 tovuq 10 kunda 10 tuxum tug'sa, 20 tovuq 20 kunda nechta tuxum qo'yadi? Uni ishlash uchun quyidagicha yo'l tutsa bo'ladi. 10 tovuq 10 tovuq ona bo'lamiz. Yana ona bo'lamiz. 10 bo'lganimizda 1 ona bo'lganimizda 0 1 oladi. 0 1 ko'paytiramiz 20 ga. Yana 20 ga ko'paytiramiz. Ya'ni bu yerda 40 degan javob varianti bo'ladi. Bu S javobda. Keyingi savolimizga o'tamiz. 22-savol. To'g'ri to'rtburchakning perimetri 40 cm. Ya'ni perimetr degani uchun biza A plus B ko'paytirib 2 perimetr 40 bo'ladi ekan. A plus buni topadigan bo'lsak, yigirma chiqadi. Yuzasi esa A ko'paytirib B 96 bo'ladigan bo'lsa, son tanlab qo'yadigan bo'lsak, eng oson usuli 12 bilan 8. A ni o'rnidan 12 tanlasak bo'ladi, B ni o'rnidan 8 tanlasak bo'ladi. Farqini toping degani uchun 12 dan 8 ayirib tashlaymiz. Javob 4 bo'ladi. Bu C variantda ko'rsatilgan. Demak, 23-savoldan boshlab davom etamiz. Masalan, ishlashi. O'yinchoqlar do'konida ayiq, qo'g'irchoq mashina sotiladi. Barcha ayiqlar bir xil narxda ekan, barcha qo'g'irchoqlar bir xil narxda ekan.
Barcha mashinalar bir xil narxda. Demak, ayiq bilan mashina birgalikdagi narxi. Demak, ayiqni A deb belgilasak, ayiq plus mashina birgalikdagi narxi 60 ming ekan. Yozib olamiz. 60 ming. Demak, aytib turibdi davomida. 3 ta ayiq degani uchun 3A deb olamiz. Plus mashina degani uchun ham teng 100 ming so'm ekan. 100 ming. Keyin davomi 3Adan A'ni ayib tashlasak 2A qoladi. M'dan yemaysak yo'qolib ketadi. 100 mingdan 60 ming ayirsak 40 ming qoladi. 40 ming. A'ni topib olsak, ayiqchani topib oladigan bo'lsak, 40 mingni 2ga bo'lib tashlasak 20 ming so'm chiqadi. Demak, 20 ming ekan. Davomi. Qo'g'irchoq va ayiqning birgalikdagi narxi 50 ming so'm ekan. Qo'g'irchoq va ayiq desa, qo'g'irchoq plus ayiqchaning narxi 20 ming so'm ekan. 50 ming so'm. 20 ming so'm deb chalkashib ketibman. Qo'g'irchoq va ayiqning narxi 50 ming. 50 ming so'm ekan. Shunda 20 mingga bera qo'yadigan bo'lsak, ana undani javob C variant kelib chiqadi. 30 ming chiqadi. Keyingi savolimiz 24-savol. Quyida kub yo'lmasidan qaysi ikki nuqta ustma tushadi deyilgan. Buni fazoviy jismlarni tasavvur etib bilish kerak buni ishlash uchun. Bu yerda javob variantlaridan bo'lmaydiganini chiqarib tashlaymiz. Demak, A varianti tekshirib ko'radigan bo'lsak, S va X deyilgan. S va X bu qarama-qarshi yoqlarda bo'lib qoladi. S va X mos kelmaydi. Buni chiqarib tashlaymiz. X va Y deyilgan. Bu X va Y aynan shu mos keladigan javob bo'ladi. X va Y. S'ni tekshiradigan bo'lsak, S variant tekshirsak, A bilan E boshqa qirrada bo'lib qoladi. Shuning uchun S'ni chiqib ketadi. D variant tekshiradigan bo'lsak, D, X ham boshqa qirralarda bo'lib qoladi. Ustma tushmaydi. To'g'ri variant B javob bo'ladi. Keyingisi 25-savol. Mubina, Azamat va Nodirda jami 60 dona anor bor. Demak, yozib olamiz. Mubina plus Azamat plus Nodirda jami 60 dona anor bor. 60 dona. Masalada aytgan Mubina Azamatga 5 dona anor bersa, Mubina, Azamat, Nodir. Bundan 5 ni minus qilamiz. Minus bo'lsa, keyin Azamatga beradi ekan. Bunga plus bo'ladi. Keyin davomida Azamat Nodirga 7 dona anor beradi ekan. Demak, bundan minus bo'ladi, bunga plus bo'ladi. Va shu 60 dona anor 3sini teng bo'linganligi uchun 63 ga bo'lamiz. 60 ni 3 ga bo'lsak 20 dan bo'ladi. Har qaysisida bundan 20 bo'lib qoladi ekan. Bundan ham 20, bundan ham 20. Har bir bolada 20 donadan anor bo'lib qoladi. Biz aytgan Nodir va Azamatdan jamincha anor deyilgan. Demak, Nodirkini topib olamiz. Nodirkini topsak 20 dan 7 ni ayirib tashlaymiz. Demak, Nodirda 13 dona bo'ladi. Keyin Azamatkini hisoblaydigan bo'lsak, 20 ga 7 ni qo'shib 5 ni ayirib tashlasak ham bo'ladi. Demak, 27 dan 5 ni ayirib tashlasak 22 bo'ladi. 22 ga 13 qo'shsak, S javobda 35 degan javobimiz kelib chiqadi. Keyingisi 26-savol. Suv to'la idish va suvning umumiy og'irligi 2400 gram. Demak, suv plus idishni og'irligi, suvni S deb olaman, idishni I harfi bilan olsak 2400 gram ekan, 2400. Bo'sh idishni og'irligi berilgan ekan bizlarda. Ya'ni bo'sh idishni og'irligi mana shu I berilgan ekan. Shuning uchun 2400 dan 4 ayirib tashlaganimizda suv og'irligi chiqadi. 2400 dan demak 400 ni ayirib tashlasak, suvning og'irligi 2000 gram chiqadi ekan. 2000 gram. 2000 gram chiqadi ekan. Agar idishning 5 qismi dökib tashlasa deb turibdi, 2000 ga 5 qismi topamiz. 2000 5 qismi topamiz. 2000 bölü 5 dan 2. 5 dan 2. 800 bo'ladi. Dökib tashlasa 2000 dan 800 ayirib tashlaymiz. Ya'ni 1200 gram qoladi. 1200 gram. Demak, qo'shsak, idish og'irligini qo'shsak, idish og'irligi 400
Demek 2000'i 5'e bölemiz 400. 402'ye köpeyse 800 bo'ladi. Bu suv og'irligi bu. Bu suv ki bu. Keyin gidishning og'irligi 400 edi. 400. 400'e 800'i qo'shadigan bo'lsak 1200 chiqadi. 1200. Bu da javobdi. Keyingi savolimiz 27. Kub yoyilmasining perimetri 84 cm bo'lsa, kub hajmini toping. Buni ishlash uchun birinchi yoyilmani chizib olgan eng yaxshi usul bo'ladi. Kub yoyilmasi taxminan shuni ko'rinishda bo'ladi. Jami 6 dona yo'q bo'ladi kubda. Shuning uchun 6 dona kvadratcha chizib olish kerak, kvadratcha. Demak, biz hozir har bir kirrasi deng bo'lganligi uchun sanab chiqamiz. Kirralarni perimetr bo'ladi, deng bo'ladi hammasi. Shularni sanab chiqsak, 14 dona kirra bo'ladi. Shuning uchun 84 14 ga bo'lib tashlaymiz. 84 14 ga bo'lsak 6 chiqadi. Kub hajmini topsak 6 ning kubi 216 degan javob chiqadi. Birinchi variant. Keyingisi 28-masala. 28-masalada murakkab shaklini, perimetrini topish kerak bo'ladi. 2 dona to'rtburchak berilgan 40 ga 16lik. Buni ishlash uchun buni to'ldirib olamiz birinchi. Buni to'liq shakl holatini to'ldirib olamiz. Buni to'ldirib olsak, buni dastlab shuni holati deb tasavvur etib olamizda, buni qirqilgandan keyin shu narsa gap chiqadi. Demak, bu 6 cm bo'ladigan bo'lsa, buni topish uchun 16 dan 6 ni ayirib tashlaymiz. Demak, bir 10 qoladi. 10. Bir 10 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 10 chiqadi, 10 bo'ladi. Demak, bir 16 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 10 bo'ladigan bo'lsa, bir ham 10 bo'ladi. 40 dan 10 ni ayirsak 30 qoladi. 30. Bu tomoni 40. Общий 40 30 qo'shganimizda bir 70. 70 ekan. Bir tarafi shunda 10 16 ni qo'shadigan bo'lsak, bu tomoni 26. 70 26 ni qo'shadigan bo'lsak, 26 ni qo'shsak, bundan 2 ga ko'paytirsak, bir de javob kelib chiqadi. 96 2 ga ko'paytirsak, 192 degan javob. Sir javob kelib chiqadi. 29-savol. Quyidagilardan qaysilari ikkinchi darajali aylanch simmetriyaga? Demak, ikkinchi darajali aylanch simmetriya degani ko'pchilik o'quvchilar, ko'pchilik ustozlar ham yangi mavzu bu. Simmetriyaning tushunchasi bor, lekin bizlarning o'quv dasturimizda ikkinchi darajali simmetriya degan mavzu berilmagan. Shuning uchun buni tushuntirib o'tamiz. Ikkinchi darajali simmetriya degani shu shaklni 180 gradus aylantirganda avvalgi holati bilan ustma tushishi kerak. Masalan, mana shuni 180 gradusga buradigan bo'lsak, avvalgi holati bilan ustma tushadi. Bu shaklni 180 gradusga bursak, avvalgi holati bilan ustma tushadi. Demak, bu B variantda berilgan. Lekin bu ustma tushmaydi 180 gradusga burganda. Keyingi savol. Berilgan grafik asosida P va Q yuruvchilar haqida tasdiqlardan qaysilari to'g'ri degan. Buni yechishimiz uchun birinchi chizmani tushunib olish kerak. Grafikda 2 dona P va Q yuruvchilar harakat trayektoriyasi berilgan. P yuguruvchi, Q yuguruvchi ikkisi bir nuqtadan boshlagan. Demak, B'dan boshlab shunda tugatgan. Ya'ni jami 7 sekund harakatlangan ikisi ham jami 25 metr masofani yurgan ular. Bir de A variantini tekshirib ko'radigan bo'lsak, Q yuguruvchi dastlab 5 sekunddagi tezligi so'nggi 2 sekunddagidan kam deb turibdi. Q yuguruvchining 5 sekunddagi tezligini topib olamiz. Demak, Q yuguruvchi 5 sekundda shu trayektoriyani bosib o'tgan bo'ladi. 5 sekundda, demak 15 metr yurib tezligini topadigan bo'lsak, 15 ni 5 ga bo'lib tashlaymiz. 15 ni bo'lamiz 5 ga. Demak 3 chiqadi. 3 metr sekundina. 3 metr sekundina. Bu K2. Keyingisi so'nggi 2 sekunddagidan kam deb turibdi. So'nggi 2 sekundda u mana trayektoriyasi shu nuqtadan shu nuqtagacha harakatlangan bo'ladi. Ya'ni 7 dan 5 dan ayirganda 2 sekundda shu oralikda va shu vaqt oralig'ida shuncha masofani o'tgan bo'ladi. Demak, bu masofani topish uchun 25 dan 15 ni ayirib tashlaymiz. 25 minus 15. Demak, 10 metri 2 sekundda o'tgan bo'ladi. 12 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 5 bo'ladi, 5. Demak,
Haqiqatdan bu mos kelib turibdi. Ajoyib. Keyingisi B. P va Q yuguruvchilar dastlabki 7 sekundda bir xil masofa yurgan. Ko'rinib turibdi, chizmadan 7 sekundda haqiqatdan 25 metr yurgan, Q yuguruvchi ham 25 metr yurgan. Shuning uchun ham B ham to'g'ri bo'ladi. Oxirgisini tekshirsak, oxirgi 2 sekundda P yuguruvchi Q yuguruvchidan ko'proq masofani bosib o'tgan. Demak, oxirgi 2 sekunddagi P tezligini masofasini topib olamiz, masofasini. Demak, P oxirgi 2 sekundda, ya'ni 25 ta 15 yaqinda zaten 10 chiqqan edi. 10 oxirgi 2 sekundda 10 metr yurgan. Q yuguruvchi esa yuguruvchini yo'lini topish uchun xuddi shu joydan shuni chizib o'tiradigan bo'lsak, mana shu masofa bo'lib qoladi. Bu masofa ko'rinib turibdi. Shu masofa bundan kamligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham C varianti xato bo'ladi. Bu yerda faqat A va B to'g'ri degan variant bo'ladi. D javob. Shu bilan tahlilimiz tamom. Keyingi testlarda hammaga omad. Rahmat hammaga.